Video axlosi sizlar bilan men Genital. Bugungi birinchi yangi videomga xush kelibsizlar. Agar bizlar mana shu kunlarning ichida 40 ta bo'lsak, hali biz 50 taga ham harakat qilamiz. Bola rostini aytsam, bugungi videomiz 100 kunlik выживание. Stop. Nima qalin kiyinmaganman? Menga farqi yo'q. Unda videoni boshladik. Kanalga go. Birinchi o'rinda men daraxt olmoqchi edim va olyapman. Okey. Avval bu yerlarni to'g'rilab tushunib olish kerak bo'ladi. Undan avval daraxt kovlab olish kerak. Crafting table. Eng birinchi o'rinda crafting table birinchi o'rinda turibdi. Qon yo'qmi shaxta? Aniq yo'q manshetlarda. Menimcha aniq yo'q. Unda bizlar mana bu nima? Короче, shunga o'tamiz va crafting table, 2 ta tayoqcha, 8 dona chop. Okey, qani avvalambor kirka. Chunki birinchi o'rinda men kirka yasash uchun tushib ketaman. Kirka yasab tosh olish uchun tushib ketaman. Hozircha normalniy. Bolalar, yaxshimisizlar? Короче, bugun nima desam bo'larkin? Hali men 40 taga harakat qilyapman. Lekin videolar soni voy. Okey, hozircha normalniy ketyapti. Bolalar, sizlar mening kanalimga o'tib obuna bo'lganmisizlar? Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, o'tib obuna bo'linglar. Chunki bizlar 40 ta bo'lishimiz zarur. 50 ta bo'lsak, hali bundan ham yaxshi stream qilamiz. Birinchi streamimiz o'sha birinchi 50 taga harakat qilgan bo'lamiz. Короче, marshrutlardan chiqib olish kerak va yetamikan? Tushsamikan? Mayli, men bu kirka to'salaman deguncha, ya'ni kirka sinaman deguncha toshni kovlab chiqaylik. Nimaga chiqdik o'zim ham bilmayman. Lekin normalniy. Bugungi videomizga baho berib o'tasizlar. Ya'ni video tugaganda baskinga necha baho berasizlar? Ondan birdan boshlab 10 gacha. Albatta menga yoqadi mana shu skin. Chunki qalin kiyinib olgan bo'lsam ham, lekin mana shu skin yomon yoqdi. To'rttasini olib ketish kerak. Adashmayapti. Opa. Qilich kerak bo'ladi. Ayrimlarni qilichda o'ldiramiz. Hozircha menga bular kerak bo'ladi. Daraxt olib ketamiz endi. Bunaqa daraxtlar kerak bo'ladi hali bizga. Shuning uchun mashrudan olib ketamiz. Yoki shunaqa qila olaylik. Bolalar, men nima rejalashtirdim desanglar,
bitta jitellarni uylarni topib olish kerak. Yo'mayo. Qo'rqitib yubordi. Olma olib ketish kerak. Bola, sizlar ham qo'rqdinglarmi? Yomon qo'rqitib yubordi. Nima u pissillayotgan desam, Creeper ekan u. Girmaysizmi shu? Aytgancha girmaysizmi? Javob oxirmada zombi apokalipsisda shu Creeperni yashil bodring deb atagandi. Yo'maydi. Bu aniq ahmoqgarchilik. Opa. Bola. Короче, biz hozir jitelar, ya'ni nima edi ana unaqa qishloqda topish kerak. Qishloqda bizlar bu yerni bazamiz qilib olamiz, chunki u yer normal. Va u yerdan bitta uyni tanlab olamiz. Yoki uyni o'zimiz qursakmikan, ha? Bola, sizlar menga challenge berishinglar mumkin, men esa bajara olaman. Keyingi videomiz qanaqa o'yin bo'lsin? Minecraftdan tashqari hamma o'yinni o'ynab bera olaman. Aynan PUBG'dan tashqari, ya'ni internetli o'yinlardan tashqarisini aytasizlar. Chunki uyda internet yo'q. Hali internet to'g'ri ishlamaydi. Unda bunaqa videolarni qatdan olasiz desanglar, nima desam bo'lar ekan. Men Bedrockda o'ynayman, shuning uchun oldindan tortib olganman video oladiganni. O'shandan boshlab men video olyapman. Ya'ni birinchi video mana shu bo'lyapti. Endigi videomiz qanaqa bo'lsin ekan. Ammo chalkashtiradi shunaqa narsalarchi. Qashita boshimdan qotirib o'tirganim kelmaydi-da. Ya'ni sizlarni obunachim demayman. Tushunadi, chunki men sizlarni do'stlarim deyman. Chunki menga shuncha yordam berib 31 ta obunachi yig'ishdinglar. Bu videomiz ham ko'p prosmotr bo'ladi degan umiddaman, chunki oldingidek aktiv yo'q men kanalimda. Yo, what the temir, как раз. Yo-mayo. Judayam zarur bo'ladigan narsa bu. Toshli kirkaga yetadi. Wow. Shit yasash uchun ham yetadi. Shit nimaga kerak bor desanglar, bolalar. Mana bunaqa nima to'pikkonmi? Men bu creeperlardan asrab qolish uchun menga judayam zarur bunaqa narsalar. Bo'ynam o'tirib bo'ynim og'rib ketdi-yu. Zato temirli bo'lib oldim, shunga shukr. Wow. Bola, agar sizlar Reker fanati bo'lsanglar, Reker ya'ni poyezga, YouTube'ning poyezgiga Reker Shorts desanglar, Reker nima fanati chiqib keladi. O'shanga obuna bo'linglar. Unda
stream ham bo'ladi. Agar siz Fovorni fanati bo'lsanglar, Favor MK Minal nima edi? O'shanaqa deyishadi. Shuni nima desanglar bo'ladi? Favor o'z desanglar, ya'ni Favordan keyin hammasi kichkina harf bilan Favor pastga chiziqcha, ya'ni nima edi? Короче, tushunib oldinglar, keyin o'z deysizlar kichkina harf bilan. O'sha Favor chiqib keladi. Unda ham aktiv bo'linglar. Men shu ikkitasidan bittasidan ko'rishinglar mumkin. Topsanglar bo'ladi. Normalniy. Siz Realmisiz yoki Barsachilar obuna bo'linglar. Realchilar mana shu videoga ya'ni like bosinglar. Qani ko'p ekan. Taxminlaymiz. Birinchi videom bo'lgani uchun qotyapti-yu shu. Ya'ni men nima desam bo'lar ekan, birinchi videomga xush kelibsizlar deyishdan boshladim. Chunki birinchi videom shu. Aynan birinchi videom boshqacha edi. Bu oldingi 1-2 oy oldingi. Shuning uchun bu yerda ham olish kerak. Wow, 5-darajadamiz. Mana bu darajani nima qilamiz ekan? Baribir ham men hech nimamni sehrlamasam. Farqi yo'q, sehrlashga bog'liq emas. Almasam topsanglar, voy mazza-yu. Nima tugamaydi? Nechta bo'ldi o'zi mana bu? Yo'q, bir sakka yaqinlabdi. Yo'q, bir sakdan ham o'tib ketadi-yu shu. Bir sakdan oshdi o'zi. Bola, hali men ishlarim ko'p, judayam ko'p. Buni o'zingizlar ham bilasizlar. Aynan siz oilada o'rtancha farzand bo'lsanglar, buni bilasizlar. O'rtancha farzand bo'lish qiyin, judayam qiyin, bolalar. O'shaning uchun o'tib kanalga obuna bo'linglar. Men ham boshqa youtuberlarga o'xshab mingdan ortiq obunachi yig'gim keladi. Aynan Favor, ya'ni o'zim fanatim Favor Reker Shorts bilan qatdan topdingiz desanglar, men ko'rib o'tiraman-da Reker Shortsni. Aynan Reker hashtagi bor. Hashtagdan kirganda Reker birinchi videoda Reker chiqdi. O'shani ko'rgandim. Reker Shorts ekan. O'shanda kanalga o'tsam, Reker Shortsning hamma videosi o'shanda Artifact Shorts ham bor. U boshqacha videolardan ham o'tib boshqa videolardan ham nima edi, fanat degan o'ziga. Albatta men esa o'zim ismim bilan mashhur bo'lmayman. Albatta mashhur bo'lmayapman ham. Hali 50 ta obunachiga erishmadik. 50 ta obunachiga erishsakgina
fanat bo'lar. Odamlar menga fanat bo'lar ekan. Qanaqa desanglar, men stream qila olaman o'shanda. Stream qila oladigan odamlar esa fanati ko'p bo'ladi. Chunki ular stream qiladi. Tak. Haliyam bitta qishloq ko'rinmadi. Bugun ikkinchi kunimiz. Nima yosh bo'laveraman ha. Bo'kib o'l. Okay. Endi ketaveramiz. Aynan mana shu nima edi? Tekstlikka aynan qishloq shunaqa yerlarda uchraydi. Uchrashi taxminan bilmadim necha foizligini, lekin uchraydi mana shunaqa yerlarda. E'tibor bermaysizlar, shamollaganman. Vahshiylarcha bolasini ham o'ldiraman agar bolasi qolsa. Mayli, rahmim keldi, shuning uchun o'ldirmayman. Menga qara, deyapman. Mana. Hayib to'ymas. Nimasini o'ldirdim? Unga farqi yo'q ekan. Qutulgandir, mazza qilayotgandir. Chunki onasi berahmi dedim. Sus. Men nima ko'rdim hozir? Mana shu tlarga kirib olay. O'lmasam bo'ldi, u yoqqa borib. O'lib qolishimiz taxminan bordir. O'l. Uxla endi. Voy, shunday chiroyli manzara, hamma uni detskiy o'yin deydi. Lekin bu detskiy o'yin emas. Bu odamga zavq bildiradi. O'zi o'ynab turib undan kuchayib ketgan bo'ladi. Lekin Minecraftni detskiy o'yin deydi-da. Minecraftdan kuchayib ketib bunaqalar yomon, vahshiylarcha o'ziga fanat yig'adi. Vahshiy deyolmayman, chunki yo'q ana o'xmoq. Alo, qanday? Alo. Ko'ryapsanmi? Menda hozir yo'q-da. Hozir urushaman desam, o'ldirib ketmasa bo'ldi meni. Bo'ldi. Menga farqi yo'q. Baribir ham men yashayman. O'l. Qaptasan. O'l. Normalni menga u otishga ham ulgurmadi. Normalda mashinasi kirish kerak tezroq. Qo'rqaman takshda. Qanaqa suv bu? Mana shunaqa uyga. Yaxshi uy edi, lekin boru. Lekin men uni o'ldirdim. Tiriladigandir u ham edi. Otishga ham ulgurmadi narsasini.
yomon suv ekan, lekin bizga tegsa ham bilinmaydi, chunki bu Minecraft axir. Lekin uni realistik qilib yuboribdi hamma. Aynan germeslar. Ular undan nima bunaqa video olib turib ham shunaqa deydi ekan ha. Asta ketaveraylik. Video cho'zilishi kerak, chunki sizlar bilan gaplashgim ham kelyapti, lekin boru. Okey. Nima-yo? Oddiy tepalik ko'rgan. Manda ahmoq. Stop. Ya, yaramas shunaqa yerlarda adashib yuraman. Endi chuqurlarga qarab yurish kerak. Lava chiqib qolmasa bo'lgani bola. Men sigirlarni o'ldirmadim. Bu yoqqa kellaring. Qochyapti mana bu. Mol bo'lib turib ham men uni mol deyman. Bular chunki moldan farqi yo'q. Bu yoqqa chiq. Nima ko'payaptimi? What the heck? Hoppa. Nima o'ldirgan sari ko'payapti bu? Mana. Zato men bundan o'zimga nima edi ana unaqa yasab olishim mumkin. Ovqatlar o'zidan o'zi oyog'im yuradigan ovqat. Normal. Bu yoqqa bora olmaymiz, chunki biz unaqa yerlarga borishdan ko'ra bu yoqqa boraverganimiz ma'qul. Qo'llar sakrab yuramiz, chunki yugurishimiz kerak. Boshimizga hali bugun 3-kunimiz. Pishirmasdan yeyapmiz hali. Yo, nima edi bu? Qanday kon? Ichida har doim temir bo'lardi, ana aytdim. Lekin bu yoqqa tushish neto. Chunki jonimiz ketadi tushganda, hali paqram yo'q. Albatta tushsak. Lekin menga temir ko'rinyapti. Bolalar pishirib yeyman buni. Bo'lmasa hozir ochimdan o'lar ekanman. Hech kim ach kerak emas bu narsalarni. Короче, mana bunaqa. Okey, charchadim borumas shu qishloq topmaychi. Vahe. Aytgancha menda hali o'rma ham bor. Bu kim ko'rmagan bo'lsa, birinchi boshida creeper portlab ketganida men olma topgandim. Bo'ldi. Ozginasini yeydik. Endi pishiramiz. Bolalar pishgan, men bu ovqatlarim pishgandan so'ng video yoqaman, chunki buni qarab o'tirish netoda.
Okey, hozir videoni qo'shaman. Bolalar mana pishib bo'ldi уже. Endi ikkinchisi qoldi mana bu. KFC'lar ham pishgandan so'ng baza yo'lni boshlaymiz. Hali mana bir kameram ham bor ekan. Yo. Yoqmayapti bunisida. Pishsa. Qachon pishib bo'ladi endi? Yettita shu. Уже biza ket bo'lgan bo'lardik. Lekin hali bu. Da bilib oldinglar endi men Bedrockda o'ynashimni. Chunki men Bedrockda o'ynayman. Hali kompyuter yo'q. Agar kompyuter olsam, akkauntimni o'shanga o'tkazib, o'shanda videolar olarman. Necho, lekin sizlar xafa bo'lmanglar. Hali biz yashab ketaveramiz. Bu men necho bunaqa narsalardan xomis bo'lmayman. Sizlar meni yomonlamasanglar bo'ldi, chunki men Bedrockda o'ynaganim uchun-da. Hamma, ya'ni Bedrockda o'ynaydiganlar ham bor videosida o'chiradi просто tak ana unaqa narsasini tugmasini. Men ham shunaqa qilib o'ynayapman. Uxlamay. Okey? Lekin men sizlarga va'da aytaman. Va'dam shundan iboratki, sizlar meni do'stligimcha qolasizlar. Ketsanglar ham. Shundan meni o'zimning eng yaqin do'stlarim ham bor. Stop. Amor Fati. Bular qatdan topdingiz desanglar, men Foverdan qarayman, do'stlar orttiraman. Yangi do'stlar bor. O'shalar menga obuna bo'ladi. Ular menga, men ularga. Lekin oldingidek emas ular. Bittalari, ya'ni Sakura Amor Fati, ya'ni u qiz. Siz bilan do'st bo'lasizlarmi desanglar, men shunaqa bo'lib qoldi endi. Yo. Men unaqa narsam yo'q. Просто tak, ya'ni nima desam bo'lakan. Do'st bo'lishni yaxshi ko'raman deydi. Bizanikiga endi yaqindan boshlab bizning kanalga reklama kiradi. Ya'ni bu qanaqa reklama desanglar, sizlar men sizlarning akkauntinglarni reklama qilib bera olaman. Lekin u kanalingizda bir ikkita video bo'lishi zarur. Endi videolarda meni o'zimning eng yaqin do'stim bor, do'stlarim. O'shalar bilan video olishni boshlaymiz. Albatta bir kunlardan keyin. Ikkinchi bolalar, sizlarga va'da beraman, do'stlar bilan video olishga. Avval stream qilishni yo'qish kerak, lekin bizda stream yo'q. Bola, nima video qo'ymayapsiz desanglar, aktiv yo'q umuman. Hozirgi videolarda umuman aktiv yo'q. Aktiv o'sib boryapti.
bizlarda ayb yo'q, internet ham ishlamayapti. Singlim ham ko'raverarkan telefonimda. O'shandan keyin telefonni suvga tushirib yuborganda men yo'q, pechimga asal qoldi. Ya'ni o'shandan beri video qo'ya olmayapman. Ne şu? Elimde şimdi. Yılmıyor. Flip düşüp gitti. Yılmıyor bana iken. Flip. Yana bu tersi geliyor değil mi? Flip geri varlar ya. Ben şuradan tutsun. Ben şuradan tutsun. Böyle gittim. Düştüm ona hem. Ben de geç geri top. Böyle. Serken yana bir de Timur geri böyle yaptı. Da hozirgina kanyonda o'tib ketuvdik, o yerda shunchalar temir bor edi. Undan nima omad etsanglar o'lib ketishim mumkin edi. Shuning uchun tezda video yakunlanadi. Shuning uchun men videoni yakunlashni to'xtatmaylik deb ya'ni 100 kunlik vijimaniya emas, 3-4 kunlardan tezda bitib qolishini yoqtirmayman, chunki bunaqalar ko'p bo'lmaydi hammada. Bola, mana shu ko'mirlarni nima olmayapsan desanglar, chunki bolalar, do'stlar, bu menga yoqmayapti. Shuncha 63 ta ko'mirim bor, 62 ta ekan. Bunchalik ko'mirni nima qilaman? Ey! Bo'ldi endi. Asta yurish kerak. Bo'ldi, esa qolishdi bunaqa yerlarni. Bolalar, nima asta gapiryapman, chunki botlarda creeperlar bor, o'shalar eshitishi mumkin. Ularni ham qulog'i bor. Devorni ham qulog'i bor deganda bo'ldi u. Hech qayerda temir yo'q, hamma yerni ko'mir bosib olgan. Yaramas, sen deb bo'laman, men seni. Qo'l bilan uraman seni. Qo'l bilan o'ldiraman. Bola, endigi videolarimiz mayli bola, endigi videomiz bitta laykdan so'ng chiqadi. Bitta layk jalka emas u endi. Bitta layk. Bitta layk jalka qilsanglar, jalka deb kommentariyada ham yozasizlar. Sizlarga ishonaman. Nima? Yo-mayo, bu qanaqa bak endi? Qanaqa bak? Bular ko'pdan ko'p uchraydi, aynan Minecraftda. Buni qaranglar bolalar. Lekin men buni birinchi marta ko'rayotganim yo'q. Buni necha marta ham ko'rdim. Agar sizlar ko'rgan bo'lsanglar, stop. Herobrine deb aldaymiz botlar. Bo'la. Bunga Herobrine o'z naqshini chizib ketgan. Nechего себе.
mana shunaqa bo'lib turgan bo'lsa agar Herobrine bor degani bu bolalar. Men esa Herobrineman. Bu videoga ham montaj qilish kerak-ku. Nичего себе. Stop. Montaj qilishni yomon ko'raman. Shuning uchun tezda qo'yib yuboraman. Agar mana shu yerda montaj ko'rsanglar menga aytinglar. Yo, buni ham Herobrine keldi. Bolalar, sizlar qanaqa telefonda video olasizlar? Telefon bo'lmay o'la qotyapti. Bolalar, bu menda emas ayb, menda emas ayb. Bolalar, Redmi 9 ana bilasizlar, agar sizlarda ham bo'lsa Redmi 9. O'zingizlar ham bilasizlar Redmi'ni. Ayb menda emas. Redmi 9 ga ayb ber. Aytish kerak unaqa narsalarni. Ya'ni MIUI kompaniyasi shuna qilib chiqargan. MIUI kompaniyasiga o't yo'q bo'lish kerak-da, lekin unaqa bo'lmaydi. Hamma 100% javob, 90% odam Redmi'da foydalanadi. Agar bu video ham siz Redmi 9A da ko'ryapsizlar, birovlaringiz Samsung, bittalaringiz esa iPhone. iPhone'lar esa 10% odamda bo'lar ekan. Lekin PUBG o'ynash yomonda, qiziq. MIUI kompaniyasi, iPhone kompaniyasi, Redmi kompaniyasi yo'qmi? Lekin men yangi telefon olmoqchi edim. Aynan Redmi ketadi deb o'ylagandim. Lekin Redmi ketmaydi ekanda. O'z egasida qolaverar ekan. Bolalar, sizlarda ham shunaqa-da, bolalar. Sizlar ham Redmi 9A da ishlatyapsizlar. O'rniga toza telefon olaman deganda, lekin u javob yo'q. Yangi telefonimiz yo'q, unaqa chexoli yo'q deydi. Chexol nimaga kerak? O'zi telefonga. Nичего себе. Nima bu? Kema bu bola? Kemada ertasi kuni tezda tushamiz o'sha yoqqa. Rostdan. Uxlamay o'l. Va quyosh yo'q. Nima oy yo'q. Oppa. O'sha 5-kunimiz ham keldi, o'sha. Taxminan 5-kun menimcha. Bola mana shu yerga ham chiqib turish kerak, albatta. Bir nafas olish kerak. Ustiga borib olish kerak, albatta. Hoppa. Hoppa, ko'rish kerak. Mapni olamiz va tepaga chiqish kerak. Hoppa. Bu da ham qotdi. Bola, hozir o'laman men. Telefon qotyapti. Telefon qotsa men nima ayb? Ko'rish kerak o'sha sumlikni topish kerak. Yana chiqib olish kerak bolalar.
Men unaqa omadim kelmaydi mani. Hozir meni nima bu? Map. Boshqa yer yo'qmi? Tezroq. Hoppa. Nima bittasi qo'limda. Yo'q, bu yoqqa ekan. Mana u toshlarmi? Nechего себе. U yerdan ham map chiqadi-yo, shu. Map chiqadi. Shuning uchun ozgina dam olish kerak. Ya'ni dam olish deganda havo yig'ib olish kerak. Agar sunduq yo'q bo'lsa, ayb menda emas, chiq. Ostidan chiq. Suzishga vaqt yo'q ekan. Hozircha normalniy ketyapti video. Hozir video necha daqiqa bo'ldi ekan? Agar men o'lsam, menga poxxuy menga. Poxxuy. Shu bilan video tugaydi. Menga poxxuy. Lekin bu poxxuy deganim farqi yo'q. Bola, nega kerak? Chunki o'lib qolsak, hozirdan o'lib qolsak, video tugaydi-da. O'shaning uchun bitta shans kerak bo'lar ekan. Uning uchun esa sizlardan like va obuna kutaman. Agar o'lsam, keyingi video chiqishga albatta. Tilim ham aylanib ketyapti. Gapimni qo'shmayapman-da. Mana shu endi qattaligini ko'rish kerak mapdan. Yo-mayo. Shuncha yo'lni bosib ko'rmagan ekanman. Qanday odobsizlik. Qach kerak endi bola? Qach kerak. Opa. Agar o'shadan qushloq chiqmaydi, chunki shu yoqdan kelyapman men. Bola. Yo-mayo. Bundan bitta olish kerak. Stop. Qo'yaveramiz endi. Nima qilamiz? Kir. Opa, endi mashina qilib ketaveramiz. Voy. Ketdi shotga. Aha. Bola yo'qmayapti-da. Stop. Nima uzoqlashyapman men? Shutmi hali men bedrockdaman, shuning uchun qalamaydi unaqa chang narsalar. Bunaqa yerlarda bo'lsa yo'qmaydi-da bola. Yerning ostida bo'ladi shu. Bunaqalarni nima deyman bilasizlarmi? Yo'qmaydigan o'yin deyman.
Lekin bu Minecraft'da yo'qadi, judayam yo'qadi. Suv bo'lganingga sana. Qo'tyapti telefon. Ketdi endi. Qo'ymanglar. Qo'y. O'zimni joyimga qaytib boraman endi. Qo'ymanglar. Qo'y. Tashab yuboraman albatta. Bo'ldi, menga bunaqa narsalar yoqmaydi. Shu boshqa yoqlarda turibdimi? Ketish kerak ochiqlik tarafga. Let's go. Mazza qilib ketaveraman. Lekin mashina qo'yganida bo'ldi. Короче, yangi video aytganimdek bitta like'dan so'ng chiqadi. Odeysa solinglar. Aytganimni unutmanglar. 7 kun yashab kelishim mumkin, mayli. Ya qatga ketaveradi bu. Baribir ham olasan mendan. Yo'mayo, yana tirildi. Yo'mayo, hozirgina. Hozir yana chiqdi. Bo'ldi, men o'ldirishni charchadim уже men. Charchadim men уже. Wow. Stop, ben qaradimmi? Yo'q. Charchaganimdan boshqaman. O'zimni yangi worldimni oldingi worldim deb o'ylayapman. Keyin ketganim qaranglar. Wow. Ikkitadan. Bu judayam zo'r. Voy. Menga crafting table kerak. Keyin u yerga kirib sakkiztasini olish kerak. Mana buni esa yo'q qilish kerak. Nashatlarda lava bo'lish kerak. Nичего себе. O'sha yoqqa tashlayveramiz. Kerak emas narsalarni. Pat kerak emas, chunki unga narsa ham yozib bo'lmaydi. Patni nima qilaman men? Qaraymiz. Mana kerak bo'ladi, chunki nima desam bo'larkan, lekin men bu yoqadi menga. Tez olish kerak buni. Bo'ldi, bola ketish kerak o'tdan. Bir narsalar chiqib yeb tashamas. Ko'rdinglarmi bola hozirgina? Qo'rqizib yubordi o'zi. Mana bu Minecraft. Bola, sizlar ham ko'rdinglarmi? Ko'rmagan bo'lsanglar kerak, chunki men buni tashlab olaman. Bitta narsa yuvdim, mana shu chiqdi. Qop-qora bitta narsa, albatta. O'tini bilmayman. Lekin men judayam yo'qyapti bunaqa video. Hali men kuchaymadim. Kuchayvomanda, to'g'ri. Kuchayvotsam-ku, nima unaqa deyapsan desanglar, menga shunaqasi yoqmaydi-da. Hali temirni itini ham topmadim. Yarim. Nima degan u? Bola, daraxt chopib ketamiz. Yo'q, chopmay qo'ya qolaylik.
qishloq topsak o'sha qilaveramiz. Valla keyingi video uchun men qishloq topmoqchiman. Lekin unaqa bo'lmayapti-da. Charchadim men borib. Vashu. Bu Minecraftda emas bola. Rost dunyoda. Bu Minecraft rost dunyoga o'xshab ketadi-ya. Lekin bu mod bilan haqiqiy dunyoga aylantirasiz. Michael Person nochchi yomon asab bo'lgan. Aynan bu Minecraftga mod qo'shadigan qo'yibdi itlar. Lekin Mojang kompaniyasiga xudoga shukr, rahmat. Bizga shunaqa qilib berdi. 1000 ta obunachiga erishyapti hamma. Hozir biz ham 31 ta obunachi Minecraft bilan kuchayapmiz. Lekin ayrimlari bor, shukr qilmaydigan. 17,000 ta obunachi yig'gan, lekin nima desam bo'larkan, lekin bitta narsalar deyaveradi. Minecraft eski o'yin. Bizlar undan kuchaygandan ko'ra kuchaymagan ma'qul deydi. Lekin videolari Minecraftdan kuchayib ketgan bo'ladi. Mashinaqa qo'rqitaveradi. Bloklarim ko'p bunaqalardan hali cheksiz daraxt blok. Fonar yoqish. Minecraftga nima bo'lgan? Qo'rqinchli mashinlarga. Yo'qali. Kelgandan ko'ra o'lgan yaxshi yo'q. Ketaveramiz hozir. Temirni olib. Nima Minecraftda shunaqamidi? Minecraft baglari juda ham ko'pda bolalar. Qaranglar mana bu qaranglar, hozir screenshot qilib olay. Hozir 1 minut. Bolalar kechirasizlar, videoga qo'yishni unutmang. Voy, shuncha narsa olgandim. Qaranglar bolalar. Shuncha narsa olgandim. Yo'lda narsalar ham ko'rdim. Shuncha narsa ko'rdim. Hattoki nimalarni unaqa narsani ham ko'rdim. Bolalar kechirasizlar, video o'sha yerda to'xtatib qo'yibman. Qarang. Necha daqiqa to'xtagan bilmadim, lekin qarang shunday. Yanami? Yo'q, yanami? Bolalar yanami? Mana buni qaranglar bolalar, men hozirgina 3 tami portal ko'rdim, buzilgan portal. Bu portallarni kim qurdi ekan, ha? Okey, mana buni yersakmi, yo'q. Yemaymiz. Mana yeymiz. Kerak bo'ladi. Yo, o'sha men atga ketsam ham bo'ladi. O'sha menda 3 ta spichka. 3 ta spichka bo'ladiganda, lekin men spichkani olmadim, chunki 3 tasini nima qilaman men hozir? Savol. Yetmay qolsa-da. Stop. Men oltin blok ko'rdim hozir shu yerda. Oltin blok kerak menga hozir. Bola oltin blok ko'rinmayapti-da, cho'ti. Oltin blok qayerda endi?
Bola, hozirgina yana bittasida ko'rdim. Oltin blok yo'q edi. Bunda ham yo'q. Ko'rib turishimiz kerak. Video to'xtab qolmabmikan? Agar shuncha ro'yxatlardan kelayotgandim men. Ko'rmagan bo'lsanglar, shuncha yo'l bosuvdim, lekin boru bola. Videoga qarasam 1 soat bo'lmagan deb qarasam, yo. Bo'ldi bola, mana shu yerda to'xtataylik videoni. Shuncha soat oldim. Bitta 1 soat bo'lay deyapti o'zi. Bola, o'zimni o'rab ketaman, chunki ketishimdan keyin unaqa creeperlar, o'shanaqa narsalar tug'dirib qo'ysa, ya'ni kelsa, meni o'ltirib tashlaydi. Tun bo'ladi-yu endi. Hamma biladi bunaqa narsalarni. Lekin bakligini hisobga olmasak. Mayli, xayr bolasi hozir. Mayli, xayr bola, shu yerda o'z videomiz nihoyasiga yetyapti. Bola, agar kanalimga o'tib obuna bo'lgan bo'lsangiz, juda kattakon rahmat. Sizlardan minnatdor bo'ldim. Bola, keyingi videomizda bizlar atga boramiz. Bola, mayli, xayr bola. Obuna bo'lgan bo'lsanglar, juda kattakon rahmat bola. Biz videoni tugataylik. Bo'ldi bola. Xayr, hozir. O'z videomizda oldin mana shunaqa 1 soatlik qilib ketsakmikin, 56 daqiqa, mayli. Xayr bola. Hammaga rahmat. Qachon video chiqishini bilmadim, lekin bitta likedan so'ng keyingi video obuna bo'linglar. Xayr bola. Sizlar bilan men o'sha Kenital bo'ldim. Xayr bola. 1000 marta xayrlashdim. Bola, qo'ydim.